Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Qo'ying, va nihoyat yangi yil yaqinlashib kelyapti. Kelayotgan yangi yilingiz bilan, yangi yilingiz bilan. Yangi yil yaqinlashib kelyapti. Xabaring bormi? Xursandchilik, o'yin, kulgu qilish kerak. Archa jonarcha animal dublyaj videolardan bir parcha. Hammani kirib kelayotgan yangi yil bayrami bilan. Yo'q o'yle, yangi yilni bunchalik yoqtirasan deb o'ylamagan edim. Axir bu yangi yil-ku. Lekin bu yerda moblar kam. Aziz qishloqdoshlar, yangi yil ham yaqinlashib kelyapti. Shu fursatdan foydalanib yangi yilga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Xo'sh, haligi ishni mana bu Iltimos, bizga yordam bering. Bizga yordam bering. Shoshmang, bizga yordamingiz kerak. tushunmadim, yuqori qavatdagi dunyoga Enderman nima qilyapti? Axir tez kunda yangi yil bo'lsa. Xo'sh, nima bo'ldi? Bizning sho'rimiz quridi alvasti. Biz tomonda yangi yil boshlangan, lekin hali sovg'alarimizni olganimiz yo'q. La'nati, yomon bo'libdi-ku. Tushunmadim, bular sovg'a olmaganliklari uchun shunday vahima qilib kelishdimi? Sen bularni tushunmayapsan bolajonim. Agar ularning dunyosida hech kim sovg'a olmasa, ularning dunyosi yer bilan bitta bo'lishi mumkin. Yo'q, bu bo'lishi mumkin emas. Bizning hayotimiz xavf ostida la'nati. Endi nima qilamiz, millat? Hoy, alvasti, o'zi bu yerda nimalar bo'lyapti? Bu Endermenlar o'zi shunaqa bo'ladi. Ular kraydan o'zlariga energiya olishadi. Ularning tanalari mana shunday qilib kuch oladi. Mana shu olgan energiyalari Prima Krayga boradi. Bu sehrli kristallar qishlog'i. U qishloq mana shu yerda joylashgan. Primaning kuchi yana 1 yilga yetadi xolos. Men esa uni yana energiyaga to'ldirish kerak bo'ladi. Lekin bunday kuch faqat Qorboboga bor xolos. U bahaybat kristallarni energiyaga to'ldirish kerak. Mana shu Endermenlar uchun sovg'a hisoblanadi. Agar energiya tugasa, Endermenlarning ahvoli nima bo'ladi? Haligi endi tushundingmi nima bo'lishini? Xullas mana shunaqa gaplar. Bir daqiqa, sen hozirgina Qorbobo dedingmi? Ha, u dunyodagi eng yaxshi sehrgar. Menga quloq sol oshna. Sen o'zi ssenariyni to'g'ri yozdingmi? Yozgan ssenariying G'ayrat Potter va Qozonlar hukmdoriga o'xshab ketyapti. Nima? Quloq solinglar, biz nima bo'lganini aniqlashimiz kerak. Ha, shunday qilinglar. Biz qo'limizdan kelguncha harakat qilamiz. Oliyning chiroqlichasi. Qani olg'a. Yillanati. Tushunmadim. Bu yerda nimalar bo'lyapti o'zi? O'zim ham tushunmayapman. Menimcha videoni eng qiziq pallasiga keldik shekilli. Ha, mayli. Sizlar boraveringlar, men Qorboboni qidirib ko'raman. Tushunarli. Bularni o'zimizga qo'yib beravering. Qani olg'a. Qani olg'a. Ay, Qorbobo, bu menman. Men zudlik bilan siz bilan gaplashib olmoqchiman. Hangi ursan? Axir men Qorboboni energiyasini his qilmayapman-ku. Ha, bundan oson ish bo'lmasa kerak. Xo'sh, uni topdingmi? U qasrning ichida yo'q. Qorbobo o'tgan hafta sovg'alarni tarqatish uchun ketgan edilar. Lekin yo'lda nimagadir GPS yo'qoldi. Tushunmadim, bu yana qanaqasi bo'ldi? Qorboboda GPS bormi? Ha, sen nima deb o'ylaganding? Bo'lmasam zombilar nima uchun qasrga hujum qilishdi? Ular ham Qorbobodan sovg'a olishmaganda galvars. Ha, tushunarli. O'zing galvarssan. Qorboboning GPS kontakti bormi senda? Ha, bor. Qorbobo menimcha yuqori qavatdagi dunyoda bo'lsalar kerak. Chunki oxirgi marta Nizer dunyosida edilar. Keyin GPS o'sha yerda yo'qoldi. Qani menga berchi? Sezib turibman, bu yerda nimadir bo'lyapti. Ishingizga aralashayotganim uchun uzr, lekin bizning video qiziqarsiz bo'lyapti. Axir biz yangi yil sarguzashtlarini syomka qilyapmiz. Agar Qorbobo Prizma dunyosida sovg'alarni o'z vaqtida yetkaza olmasa, butun dunyo falokatga uchrashi mumkin.
Ha, bizni bundan xabarimiz bor. Bo'lmasa sizlarga omad tilayman. La'nati, tushunmadim. Iye, bu yerda nimalar bo'lgan o'zi? Xo'sh, alvasti, Qorboboni energiyasini his qilyapsanmi? Hozircha his qilmayapman. Juda ham qiziq. Nima uchun bu yer vayrona bo'lgan? G'ovg'ar ustiga urush bo'lganmi nima balo? Tushunmadim, nima edi bu? Bu shunisi yetmay turadi. Ay, Grox, nima qilyapsan u yerda? Men haligi hech nima qilmayapman. Men shunchaki shu yerda turibman. Bu haligi bu menda bor edi. Buni avtobusga chipta olaman deb olgan edim. Sen hozir nima qilib qo'yganingni bilasanmi? Obbo. Demak, u sizlarni bu yerga yuborgan ekan. Ishingizni yakunlash uchun keldingizmi? Ha, biz haligi Qorboboni izlab yuribmiz. Sen kech qolding. Yashil tasqara. Seni do'stlaring uni olib ketishdi. Voy la'nati itvachchalari, uni qayerga olib ketishdi? O'chir ovozingni. Qo'lga olinglar uni. Voy, albatta, balkim bizga yordam berarsan. Balkim babax qilib sehrli damlamalaringni ishlatarsan. Afsuski, qo'limdan kelmaydi. Chunki Nizerda meni qobiliyatim ish bermaydi. Bu yerda qobiliyating ishlamaydimi? Bu qanaqasi bo'ldi? Sizlar o'zi umringizda Nizerda alvastini ko'rganmisizlar? Oldin ko'rganimiz yo'q, lekin hozir ko'rib turibmiz. Kray bilan Nizerda bizning qobiliyatlarimiz ishlamaydi. Shuning uchun bu yerda qobiliyat emas, kuch ishlatish kerak. Sehr joduni o'rniga kallangni ishlatsang, undan ham yaxshiroq bo'ladi. Chunki bu yerning aholisi ham oddiy qishloq aholisi. Nimaga biz birdaniga to'xtab qoldik? Sizlarga xalaqit bermaylik dedik. La'natlar ey. Obbo, mana endi o'llik deyaver. Agar seni xafa qilgan bo'lsam, meni kechir do'stim. Sizlar piglinlar uchun munosib raqib emassizlar. Mayli, men sizlarni sog'-salomat ozod qilaman. Lekin sizlar endermenlarni yangi yilni rasvo qildingiz. Bir daqiqa general. Qorboboni yo'qolib qolganiga biz aybdor emasmiz. Axir sizlar uni izlab yuribsizlar-ku. Qazasan, qartasan, cho'chqalingni tortasan-da. Axir biz uni qutqarish uchun keldik. Bo'lmasam, qo'polligimiz uchun uzr so'rayman. Ko'rib turganingizdek, bizning ham qasrimiz rasvo bo'lgan. Bularning barchasi Qorbobo yo'qolgandan so'ng boshlandi. Obbo, haqiqatan ham Qorboboni o'g'irlashgan ekanda. Ha, shunday. Lekin general cho'chqa, sizlarning qasringizga o'zi kim hujum qildi? Bizga hujum qilgan Qorboboni o'g'irlagan o'g'rivachcha. Uning ismi Reginaldo. Nima? Axir bu bo'lishi mumkin emas. Reginaldo. Voy, o'lib qolaman. Uning ismi Reginaldomi? Hoy, la'nati, biron kishi maymun o'ynatyaptimi? Yo'q. Shunchaki men bu ismni qayerdadir eshitgandayman. Lekin ismi Reginaldo, o'rgandim ismidan. Lekin ismi juda ham tanish ekan. Bo'ldi, uzr. O'zi u kim u Reginaldo deganlariz? Uzr. Davom etavering. Qanday tushuntirsam ekan, u birinchi Qorbobo bo'lgan. Nima? Yo ona la'nat yey. Bir necha ming yil oldin Reginaldo himoyachi bo'lgan. Yangi yil qo'riqchisi desa ham bo'ladi. Lekin uning xarakteri mo'l xarakteri bo'lgan. Lekin u juda ham dono edi. Lekin bir yosh sehrgar o'ziga yillar davomida kuch to'plagan. Uning dovrug'i Minecraftda doston bo'lgan edi. Hattoki Reginaldo ham keyingi o'ringa tushib qolgan edi. Unga bu sehrgar yo'qmas edi. Keyin esa Reginaldo reja tuzishni boshladi. Reginaldo o'z qamiq rejasini ishga solaman deb turgan bir paytda birdaniga qorong'ulik parvardigori yetib keldi. Keyin esa Reginaldoni lavozimidan tushirib qo'ydi va yangi saylov boshlandi. Mana shu yangi sehrgarni Qorbobo lavozimiga tayinlashdi. Böyle tushunarli. Qani olg'a. Xullas, qariyani yil o'tgan sari maynasi aljib qolgan. Xullas, esi kirdi chiqdi bo'lib qolgan. Lekin men bir narsani tushunmadim. Agar uning boshqa sehrli kuchi bo'lmasa, u qanday qilib Qorboboni o'g'irlab ketgan? U bir o'zi bo'lmagan. Uning sherigi bor. Ustoz Qudratli Hamroyev. Nima? Ustoz Hamroyev dedingmi? Bo'lishi mumkin emas. Tinchlikmi? Ustoz Hamroyev ham sehrgarmi? Balkim u kung-fu ustasidir, kung-fu shifu. Balkim u barmoq qaychi usulidan foydalangandir. Ustoz Hamroyev. Yo'q. U mana bu alvastini bo'lajak yigiti bo'lgan. Nima? Hozir ko'nglim ayniydi. Buni aytishing shart emas edi, la'nati.
Sehrli sandiqcha ochilyaptimi deyman. Bo'ldi, maynavozchilikni yig'ishtir, Grox. Bo'ldi, yig'ishtiringlar bu karam sho'rvalarimizni. Biz Qorboboni kim va nima uchun o'qirlab ketganini tushundik. Mana endi Reginaldoni qayerda ekanligini bilishimiz kerak. Ha, shunday qilamiz. Sizlarga yordam beramiz. Jin ursin. Energiya deyarli tugab boryapti. Bizning kam vaqtimiz qoldi. Ha, jin ursin, bunaqa portalni birinchi marta ko'ryapman. Cho'chqa janoblari, bu o'zi qanday portal? Butun umrim davomida bunday portalni ko'rmagan ekanman. Bu piglinlarning portali. Bu portal sen xohlagan joyingga eritib qo'yadi. Men bir sinab ko'rishim kerak. Qani portal qanday ishlar ekan? U xohlagan joyingga eritib qo'yadi. Lekin bu portal sizlarni yo'q qilib yuborishi mumkin. Chunki sizlar piglin emassizlar. Sizlarga mana bu damlamalardan kerak. Mana bunisi senga, mana bunisi senga. Bu damlamani ichgandan so'ng men ham cho'chqa bo'lib qolmaymanmi? O'zingni bos. Cho'chqa bo'lmaysan, lekin butun umr meni qulim bo'lasan. Tushunarlimi? O'le tiqilib o'ldimi, nima balo bu? Men haligi bu shunchaki hazil edi. Har bir hazilning tagida chin bo'ladi. Bo'ldi, vaqtni cho'zmaylik. Endi nima qilamiz? Mana endi sizlar xayol qilishingiz kerak. Kimni izlamoqchisizlar? Portalga sakramasdan oldin. Masalan, men Qorboboni ko'rganim yo'q. Men hattoki uni qanday ko'rinishini ham bilmayman. U shunchaki oq soqolli, qizil kostyum kiygan bobo. Ha, mana shunga o'xshaydi. Lekin bunday ko'rinishda emas. Uning ismi Bobo Haydar. U shu yerda quyruqchi. Salom bolalar. Salom, Haydar buva. Xullas, mana shu Haydar buvaga o'xshaydi, lekin bunchalik qarri emas. Ha, mayli, Haydar buvaga o'xshar ekan, lekin unchalik qarri emas ekan. Bo'ldi, yo'lga tushamiz. Sizga katta rahmat, general cho'chqa. Ha, damlamangiz uchun alohida rahmat sizga. Sizlarga omad tilayman. Mana biz yuqori qavatdagi dunyodamiz. Yaxshi-yu, lekin biz qayerga tushib qoldik o'zi? Bu ustoz Hamroyevning qasri. Ha, o'sha yaramas o'g'rivachcha ustoz Hamroyev. Hali qo'limga tushadi-ku yaramat. Uni qanday haddi sig'di Qorboboni bu yerga olib kelishga? Sen bu yerda bo'lganmisan? Obbo, ha, bu yerda bo'lganman. Hamroyev jonginam. Ha, azizim. Buni qo'yishga sizlarga kim ruxsat berdi? Ey! Obbo, shu kadrni beliga tepding-da. Buni ko'rgunimcha ko'zim oqib tushsa bo'lmasmidi? Bo'ldi, bas qilinglar. Biz shunchaki vaqt yo'qotyapmiz. Tushunmadim. Nima balo, prizma ishdan chiqyaptimi? Endermenlar o'z kuchini yo'qotyaptimi? Buni menga qo'yib ber. Bu videoga action yetmay turuvdi. Yo'q, Grox, unga tashlanma. U hozir o'zida emas. U nima qilayotganini hatto bilmaydi ham. Obbo, mayli. Nima farqi bor edi? Oy, Enderman, seni jimgina o'tirishingni maslahat beraman. Bo'lmasam tasqari yuzingni xonaning ichiga uloqtiraman. Hoy, oshna, o'zingni bos. Biz seni xafa qilmoqchi emasmiz. Balkim shunday. Meni kechirasan. Men nima bo'layotganini tushunmayapman. Men chiroqlichamizning buyrug'i bilan bu yerga keldim. Sizlarni ogohlantirib qo'ymoqchiman. Nima bo'layotganini ko'ryapsizlar. Bunisidan xavotir olma. Bizning xabarimiz bor. Biz tez orada Qorboboni topamiz va prizmalarga energiya beramiz. Katta rahmat sizlarga. Jinursin, biz juda ham ko'p vaqt yo'qotyapmiz. Tezroq Qorboboni topmasak bo'lmaydi. Ha, tezroq Qorboboni va o'g'rivachchani ham topish kerak. Ha, to'g'ri, olg'a. Hoy, zudlik bilan meni bu yerdan chiqarib yuboringlar deyapman. O'zingni bos, bobolik qor. Seni baqirganing hech nimani o'zgartirmaydi. Bir necha soatlardan so'ng kraydagi prizma o'z kuchini yo'qotadi. Men va ustoz Reginaldo yana qayta o'z lavozimimizga tayinlanamiz. Va oldimda turgan ustoz Reginaldo esa yana qayta Qorbobo bo'ladi. Meni tushundingmi? Esingni yeb qo'yibsan, Reginaldo.
Sen nima qilayotganingni tushunyapsanmi? Sizning ustoz Hamroyev degan nomingiz bor. Siz Reginaldoni laganchasi bo'lyapsiz. Axir 13 ming yil o'tib ketdi. Hayotdan zavq olib yasha. Men o'zim bilaman hayotdan qanday zavq olib yashashni. Bilasanmi nima? Meni oldingi hayotim yaxshi edi, sen kelmasingdan oldin. Mening qo'limda lavozim bor edi va hamma meni hurmat qilar edi. To'g'ri, tan olaman, qachonki men ularga sovg'a bersam, keyin meni yaxshi ko'rishar edi. Axir sovg'a tarqatadigan yagona qorbobo men edim. La'nati, meni oyligim ham katta edi. Axir men yiliga bir marotaba ishlar edim. Keyin esa qayerdandir sen paydo bo'lding, la'nati boboqor. Men kelganimdan so'ng seni ishingni oldimmi? Bo'lmagan gap. O'chira o'zingdan qorbobo, gap qaytarma bizga. O'zingizni bosing, ustoz Hamroyev. Men bu boboqorni anchadan beri taniyman. Lekin bir narsa esingda tursin, boboqor. Seni bu betga choparliging uzoqqa cho'zilmaydi. Ortiqcha tovush chiqarmanglar. Yillanatlar ey. Xo'sh, endi nima qilamiz? Haligi sizlar mabodo raqs tushishni bilmaysizlarmi? Nima Tushunmadim. deysan? Meni bu ahvolimni ko'rib obunachilar ustimdan kulsa kerak. Ha, meni esa otning ustida deb o'ylanglar. Hoy, obrizdan chiqib ketmanglar. Bo'lmasam bular bizni payqab qolishadi. Meni quloq sol bo'la. Agar bu maynavozchilikni hoziroq to'xtatmasak, men ikkovingizni ham baqaga aylantiraman. Haligi quloq solinglar. Boshlig'imiz aytdiki, u yangi oshxona ochgan ekan. U shundoqqina qasrning yerto'lasida ekan. Qani bora qolinglar. Bugungi ziyofat xo'jayinning hisobidan. Xayriyat, ular bizni payqab qolishmadi. Ular sendan ham tupo ekan. Xo'sh, endi nima qilamiz alvasti? Qorboboning energiyasini his qilyapsanmi? Ha, his qilyapman, lekin juda ham kam his qilyapman. Uni qayerdaligini aniqlashimiz kerak. Shoshma, balkim bu yerda fitfilyonta xonalar bo'lsa-chi. Agar har bir xonalarni birma-bir tekshirib chiqadigan bo'lsak, bizning videomiz keyingi yilgacha cho'zilib ketishi mumkin. Menda bir g'oya bor. Bunday ovozlaringni o'chir ikkoving ham. Yo'q, men haligi tushunmadim. Yillanat yey. Bu nimaning tovushi edi? Monjin ursin. Prizmaning energiyasi tugaganga o'xshaydi. Nima? Endi nima bo'ladi? Endi nima bo'ladi deyapman. Mana, Ender apokalipsis boshlandi. Quloq soling. Ustoz Hamroyev, nega bunday qilyapsiz? Siz buyuk geografiya ustozisiz. Sizning qo'lingizdan yovuzlik kelmaydi. Nega uning tarafdori bo'lyapsiz? Menda boshqa yo'l yo'q. Boshqa yo'l yo'q. Bu nima deganingiz, ustoz Hamroyev? Siz baribir meni tushunmaysiz. Va nihoyat hammasi boshlandi. Prizmaning energiyasi batamom tugadi. Aqlsiz endermenlar esa aqldan ozishyapti. Nimalar qilib qo'yding, ahmoq chol? Hademay butun dunyo meni qo'l ostimda bo'ladi. Mana shundan so'ng men Krayga qaytaman. Prizmani ishga solganimdan so'ng bum. Qorong'ulik parvardigori esa meni taqdirlaydi va hokazolar. Xullas men o'z kuchimni qaytarib olaman. Esingni yig'ib ol, Reginaldo. Hozir yaxshi deb o'ylayapsan, lekin butun dunyoda hech kim qolmaydi. Agar prizmani yana qayta ishga tushirmasak, boshqa orqaga qaytadigan yo'l bo'lmaydi. Nima? Haqiqatan ham shunday bo'ladimi? Haligi men senga ishonmayman. Kallasi yo'q bezmiya. Ushla mana buni. Tezda Krayga borganda buni ishga tushirgin. Menga farqi yo'q, sen o'z lavozimingni tiklaysanmi yoki yo'qmi? Lekin prizmani zudlik bilan ishga tushirish kerak. Meni bu cho'pchaklarga ishonadi deb o'ylayapsanmi, boboqor? Hoy, Reginaldo, hozir bir uraman, isming pasportingdan o'chib ketadi. Bor aytganimni qil. Mayli. Ustoz Hamroyev, prizmani oling. Haligi bilasizmi, men unday qila olmayman.
Ol buni deyapman. Men shuni qila olmayman desam, meni majbur qilib o'tirsiz. Pataringizga la'natsizmi? Iya bu ustoz Hamroyevning tovushi edimi? Menimcha bu ovoz yerto'ladan kelyapti. Menimcha Qorbobo yerto'laga qamab qo'yilgan. Qara olg'a. Ha, men bilgan edim, bu yana sening nayranglaring ekanligini. La'nati, bu hech qanaqa nayrang emas edi. Shunchaki ustoz Hamroyevning kuchi yetmadi. Bunday kuch bo'lishi uchun unda qishloq aholisining kuchi bo'lishi kerak edi. Baribir meni aldolmaysan qariya. Hoy, meni yoshim sendan kichkina. Menga farqi yo'q. Sen qo'lingdan kelganini qil, baribir meni to'xtata olmaysan. Men baribir o'z kuchimni qaytarib olaman. Qorbobo, mana nihoyat biz uni topdik. Nima? Uni bizga qo'yib bering. Va nihoyat jang qilamiz. Hoy, kaltafahim galvarslar, sizlar hech qachon meni to'xtatib qola olmaysizlar. Hoy, alvasti, tezda Qorboboni ozod qil va zudlik bilan Krayga boringlar. Mana bu asfaltni shag'almi nima edi, uni bizga qo'yib bering. Mening ismim Reginaldo. Ahvolingiz yaxshimi janob? Ha, hammasi joyida. Janob kristallarni oling. Yallanati. Qani bo'la qoling. Bizning vaqtimiz kam. Yo'q. Bizning vaqtimiz kam. Bu binoning ustiga qanday qilib tez chiqamiz? Bilaman, bu yerda sizning qobiliyatingiz ishlamaydi. Qani meni mahkamroq ushlang. Ha, mana bu boshqa gap oshna. To'g'risini aytganda, Qorbobo lavozimi uchun juda ham qarri ekan. Ey, eshityapsanmi? Yo'q. Yaxshiroq tinglab ko'r. Yer la'nati. Yallanati. Menga qara oshna. Sen duo qilishni bilasanmi? Bunday vaziyatdami? Yo'q. Voy. Qani bo'la qoling. Zudlik bilan binoning ustiga chiqib olishimiz kerak. Axir bu qurolligimiz chiroqlichasi-ku. Hozir u o'zida emas, unga gapirish befoyda. Mana buni ushla. Yaxshi. Janob, axir uning aybi yo'q. Bu sehrlangan qilich. Bu qilichning hech kimga zarari tegmaydi. Men prizmani ishga tushirishim uchun ozgina menga vaqt kerak. Bo'ldi, men sizdan tushundim. Uni menga qo'yib beravering. Uzr, janobimiz chiroqlichasi. Men unday qilmoqchi emasman, lekin majburman. Qani oshna, bo'sh kelmaslik kerak. Grot, bunday bo'lishga ular aybdor emas. Faqat ularni o'ldirib qo'yman. Bo'ldi, tushunarli. Menga yaqinlashma deyapman. Janob, hozir bu gapning mavridi emas-ku, lekin tezlashimiz kerak. Men ham o'ynab o'tirganim yo'q, sabr qil. Oq podshoh hazratlari, o'zingizni bosing. Iltimos, menga yaqinlashmang. Jin ursin, shu vaqtda meni qornim og'riyapti. Iya, ustimdan kulyapsanmi? Hozir hazır qiladigan payt emas. Men hazır qilayotganim yo'q. Menimcha damlamadan ko'p ichib yubordim bilman balo. La'nati qariya. Ardoim tuzgan rejamni chippakka chiqaradi. Endi nima qilamiz, janob? Bizning rejamiz meni oldingi kuchimni qaytaramiz, lekin men baribir alamimni olaman. Qani ustoz Hamroyev tezda zaharli damlamani tayyorlang. Uning do'stlari Yashil Qurbaqa, vizirning nabirasi va Tushunmadim, zaharli damlama deyapsizmi? Alvastiga zaharli damlama berish shartmi? ustoz Hamroyev ko'p gapirmasan, aytganimni qiling. Lekin janob, men O'chir ovozingni, boshla. Jinorda bu qorbobo uxlab qoldimi nima bola? Yuragim to'kildi, mana bu qurolimiz chiroqlichasi ham. Jin ursin, meni deyarli kuchim qolmadi. Biz o'ldik deya ber. Deyarli tayyor. Menga yaqinlashmang deyapman. Yo Parvardigor, bizga yordam ber, ey karami keng zot. Ha, men uddaladim. Shoshilmang, hozir hammasi yaxshi bo'ladi. Mana shu videodan so'ng men pensiyaga chiqaman.
ko'zlarimga ishonmayman. Sizlar buni uddaladingiz. O, qo'yil. Demak, Qorbobo buni uddaladi. Yo Parvardigor, o'zingga shukr. Tushunmadim, bu yerda nima bo'lyapti? Biz bu yerga qanday tushib qoldik? Sizni birdana kallangiz ishlamadi. Keyin esa Qorbobo sizlarni kallangizni ishlatdi. Mana endi hammasi yaxshi bo'ladi. Demak, Qorbobo bizning sovg'amizni yetkazgan ekanda. Qo'yil, Qorbobo. Men barchani sovg'asini yetkazdim. Qorbobo. Ho. Ozgina kech qolganim uchun uzr. Opa, o'z vaqtida yetib kelinman-ku. Hamma jam faqat bu yerda bitta men kam. O, xursandchiligingiz uzoqqa cho'zilmaydi. Hamroyev, O, bojin ursin. men seni bunday ekanligingni bilmagan edim. Bu filmning oxiri drama bilan tugaydimi? Bobo Jimeter, Nima dedim? Buning uchun hali sen javob berasan demaganmidim, Bobaqor? Agar men Qorbobo bo'lmasam, demak hech kim Qorbobo bo'lmaydi. Men g'olib bo'ldim. Men har doim g'alaba qozonganman. Tushunmadim. Meni hozir bir narsa hayron qoldiryapti. Ustoz Hamroyev, nega bular hali ham tirik? Yo, tushunmayapman. Menga biron kishi tushuntirib beradimi? Padaringga million ming la'nat seni. La'nati ustoz Hamroyev, bekor men seni oyligingni ko'targan ekanman. Qayerga qo'yib bo'ldi u la'nati kichkina? Nima, meni shunchalik ahmoq deb o'ylayapsizmi, ha? Siz yangi yilni buzmoqchi edingiz. Padaringizga la'nat sizni. mana endi ustoz Hamroyev ekanligiga amin bo'ldim. Ha, Qorbobo, siz haq ekansiz. Men shu paytgacha hech kimga yomonlik qilmaganman, lekin mana bu tuzgan rejalarning ortida men yo'q edim. Men bularni Reginaldoga yordam berish uchun qilmaganman. Men faqatgina sevgim uchun kurashdim. Ama sevgim uchun dedimi? Qanaqa sevgi haqida gapiryapsan? Sen haqingda gapiryapman, jonginam. Men sizlarni va seni yaxshi ko'raman. Ama sen yana aldayapsan. Agar men Reginaldoga yordam bermaganimda edi, u seni yo'q qilmoqchi edi, jonginam. Seni azoblanishingga men jim qarab tura olmayman. Bo'ldi qilinglar, kishti. Meni yana aldamoqchimisiz, ustoz Hamroyev? Yana nima bahonalaringiz bor? Ha, men tan olaman, xato qildim. Lekin bu qilgan ishlarimdan hali ham afsusdaman. Lekin men Reginaldoni aldadim. Unga yordam beraman deb aldadim. Lekin aslida esa men vaqtni cho'zdim. Sizlar bu yerga kelib olishingiz uchun. Yo'q-e? Sizlar Qorboboni qidirib kelishingizni bilardim. Shuning uchun men bir hafta vaqtni cho'zib yurdim. Reginaldo o'z rejasini amalga oshirmasligi uchun. Ha, la'nati sotqin. Rahmat sizga, ustoz Hamroyev. Sizni bu yaxshiligingizni Kiray aholisi unutmaydi. Sizga ham rahmat, qirolimiz chiroqlichasi. Men hammangizga kelgusi yilda omad tilayman. Ko'rishguncha azizam. Ustoz Hamroyev, shoshmang. Hamroyev Omenjor Muhridinovich. Bunday dramaga men qarsak cholgan bo'lardim. Agar meni qo'llarim kishanlanmaganda edi. Bo'ldi, hammasi tugadi, Reginaldo. Seni tuzgan rejang amalga oshmadi. Mayli, buni hali ko'ramiz. Kechirib qo'yasiz, Reginaldo janoblari. Oxirini yomonlik bilan tugashini xohlamayman. Tushunmadim. Men qayerdaman? Yo'q. La'nati Bobaqor. Xayriyat, hammasi yaxshilik bilan tugadi. Ha, ajoyib yangi yil haqida video bo'ldi-da. Men qatnashgan videolarning eng yaxshisi mana shu bo'ldi deb o'ylayman. Alabasta xonim, sizning ahvolingiz yaxshimi? Ha, hammasi yaxshi. Yordam berganingiz uchun hammangizga rahmat. Sizlar bo'lmasangiz men hech nima qila olmas edim. Biz biladigan bu dunyo siz bo'lmasangiz vayron bo'lardi. Ha, ajoyib gap bo'ldi. Ha, nimasini aytasan? Xo'sh, mana endi qishloqqa qaytsak ham bo'laveradi. Ha, men o'lgiday och qoldim. Nima deb o'ylaysan? Yangi yil salatlari qoldimikin? Balkim shashlik qilarmiz. Axir shashliksiz yangi yilmi? Xavotir olmanglar bolalar. Sizlarga ham bir sovg'am bor. Lekin bu qilgan yaxshiligingizni men o'lgunimcha unutmayman. Va nihoyat yangi yil kirib keldi. Hammaga kirib kelayotgan yangi yil muborak bo'lsin. Qo'yile oshna. Demak sen ham yangi yilni yaxshi ko'rar ekansan-da. Albatta, yangi yil eng yaxshi bayramlarimdan biri.
Qiziq, bu yerda bitta bom yetmayapti. Shoshmang, axir men bu gapni oldin aytmaganmidim. Hammani kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Har doimgidek yangi yil oldin sovg'alarni almashamiz. Mening burni katta sirli do'stim. Haligi sizni barchangizni burningiz katta-ku. Haligi unday bo'lsa, meni sirli do'stim burni katta va to'rtburchak kallasi bor. Bu yerda hammani kallasi to'rtburchak-ku. Xullas, meni burni katta sirli do'stim kvadrat boshchinga uray seni. Uning boshida toji bor. Bu bizning qurolligimiz chiroqlichasi. Barchani kirib kelayotgan 2026-yil bilan tabriklayman. Videoga like bosib, Anivan dublyaj o'z kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Ustoz Hamroyev, siz ham ikki og'iz gapirib qo'ying. Menimcha meni baqirganim yil davomida hammani esiga qolsa kerak. Yangi yilingiz bilan. Motor boshladik. Jin ursin, shunisi yetmay turuvdi. Grox, nimalar qilyapsan? Men shunchaki turibman bu yerda. Demak, bu sizlarni bekorga yubormagan. Hoy, stop. Hech qisi yo'q. Sen Grox gapirgandan so'ng chiqib kelishing kerak edi. Kechirasizlar, men yangi aktyorman-da. Kechirasizlar, bo'lmasam yana bitta dubl olamiz. Mayli, hech qisi yo'q. Hamma joy-joyiga tursin. Ikkinchi dubl. Motor boshladik.